Alhamdulillahi Rabbil alamin. Yo'q. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yo'q. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Alloh saqlasin. Juda qo'pol xato bu. Namoz buzishgacha boradigan xato. Bu yerda iyyaka desak, tashdidsiz aytsak, quyoshga sig'inamiz bo'lib qoladi. Bu yerda tashdid bor. Buni bildirishimiz kerak. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim deydi ko'pchilik. Xato. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal to harfi bor arab tilida. Shuni bildirishimiz kerak. Siratal lazina an'amta alayhim deyshadi. Allazina emas, allazina. Siratal lazina an'amta alayhim. Keyingi qo'pol xato g'oyril mag'zubi alayhim valazzolin deyshadi yoki g'oyril mag'zubi alayhim valazzolin deyshadi. Qo'pol xatolar bular. G'oyril mag'zubi alayhim valazzolin. Mana shu madda ham ko'pchilik valazzolin deb qo'yadi yoki valazzolin deb qo'yadi. Yo'q, bu yerda mad, albatta madda cho'zishimiz kerak. Fotiha surasini to'g'rilab olishimiz kerak. Chunki har kun namozimizda o'qiymiz bu surani.